Assalomu alaykum aziz onajonlar. Bugun sizlar bilan juda ham shaxsiy va men uchun og'ir bo'lgan bir tajribani bo'lishmoqchiman. Avvalo shuni aytib o'taman, bu video ona sifatidagi tajribam. Men shifokor emasman va bu umumiy maslahat ham emas. Har bitta chaqaloq uchun davolashni faqatgina pediatr shifokor belgilashi kerak. Video avvalida eslatib o'tmoqchiman, meni farzandim muddatidan avval, ya'ni 32 haftalikda dunyoga kelgan. Chaqalog'imizdagi sariqlik sabab juda ham xavotirlanganmiz. Biz 5 kun tug'ruqxonada, 25 kun bolalar shifoxonasida davolanganmiz. Tahlil topshirganimizda bilirubin darajasi 410 chiqdi. Bu juda ham yuqori ko'rsatkich ekanligini keyin tushundik. O'sha paytda rostini aytsam juda ham qo'rqib ketganman. Ko'pchilik onalarni qiziqtiradigan savolga to'xtalib o'tmoqchiman. Bilirubin darajasi nimaga baland bo'ladi? Qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Chaqaloq tug'ilgandan keyin organizm tashqi hayotga moslasha boshlaydi. Shu paytda eski qon hujayralari tez parchalanadi va bilirubin ko'payadi. Bundan tashqari chaqaloqning jigar tizimi hali to'liq yetilmagan bo'ladi va bilirubinni tanadan chiqarishga ulgurmay qolishi mumkin. Ayniqsa erta tug'ilgan chaqaloqlarda sariqlik ko'proq uchraydi. Erta tug'ilgan chaqaloqlarni 80% miqdorda aniqlanar ekan sariqlik. Agar bola kam emsa, suvsizlansa yoki ona suti kech kelgan bo'lsa ham bilirubin yuqoriroq chiqishi mumkin. Ba'zi hollarda qon guruhi mos kelmasligi yoki boshqa tibbiy sabablar ham bo'lishi mumkin ekan. Shu sababdan sariqlikni aniq sababini faqatgina sizga shifokor aytib bera oladi. Shifokorlarning aytishicha, bilirubin juda ham yuqori bo'lsa, faqatgina u terining sarg'ayishi bilan cheklanib qolmas ekan, bir qator salbiy ta'sirlari bo'lar ekan. Ulardan asosiylari o'sha chaqaloqni miya tizimiga salbiy ta'sir qilishi, natijada bolada eshitish, harakat yoki rivojlanish bilan bog'liq muammolar keltirib chiqarishi mumkin ekan. Shu sababli yuqori bilirubin befarq qaraladigan holat emas. Biz darhol shifokor nazoratiga o'tdik. O'zimizcha hech qanday davolashni qilmadik. Chunki bu holatda vaqt juda ham muhim ekan. Biz 10 kun fototerapiya oldik. Ko'k chiroq ostida yotish bolaga og'riq bermaydi, lekin ona uchun juda ham katta sabr talab qiladigan jarayon. Shu yerda alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, yuqori bilirubinda quyosh nuri fototerapiyani o'rnini bosa olmaydi. Bizga qo'shimcha ravishda jigar faoliyatiga yordam beradigan dori vositasi va choy ham tavsiya qilindi. Bu dorilar faqatgina bizning holatimizga moslab berilgan. Yana bitta muhim narsa bolani tez emizish. Emizish bilirubinni organizmdan chiqishiga yordam beradi. Shu sabab imkon qadar bolani tez emizishga harakat qilganman. Quyosh nuri haqida yana aytib o'tmoqchiman. Shifokorimiz aytgandek, faqatgina yengil sariqlikda ertalabki yumshoq quyosh nuri yordamchi bo'lishi mumkin, ammo bilirubin yuqori bo'lsa faqatgina shifokor nazorati ostida davolash kerak bo'ladi. Bu jarayondan Allohga shukr eson-omon o'tib oldik. Sariqlik darajasi o'sha fototerapiyaning 7-kunlaridan boshlab yaqqol sezila boshladi. Bolamda o'sha sariqlik darajasi kamayib, ranglari chiroyli bo'lib, o'zini holatiga qayta boshladi. Lekin qiynaldik. O'sha kutish 3 soat, 4 soat davomida fotolampa ostida yotish chaqaloqni ham biroz charchatadi. Chaqaloqda injiqlik ko'payadi, ovqat yeyishida muammolar kuzatiladi. Bundan tashqari kuzatuvchi bo'lgan onada ham o'sha soch to'kilishi, qoshlar to'kilishi, kipriklar to'kilishi holatlari kuzatilar ekan. Bunga e'tiborli bo'lasiz degan umiddaman. Shukr, vaqt o'tdi, to'g'ri davolash va sabr bilan bu bosqichdan o'tib oldik. Bugun orqaga qarab shuni ayta olaman, agar chaqalog'ingiz sariq bo'lib ko'rinsa, o'zingizcha davolamang. Tezda shifokorga murojaat qiling. Agar bu video hech bo'lmaganda bitta onaga foyda bergan bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman. Savollaringiz bo'lsa izohlarda yozib qoldiring. Yurakchani bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Siz yolg'iz emassiz.